Assalomu alaykum. Kuzatuvchilar qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Hamma zo'rmi? Hamma yaxshi kayfiyatdami? Mana yo'lni chirib boramiz. Mana yo'llarda qor, mana yo'llarimiz. Mana tomonda daryolarimiz mana. Bahor kelyaptimi bilmadim, qizaryapti. Qarang, qanday ajoyib manzaralarimiz bor. Odam dam oladi-da. Shaharga borsa odam charchaydi. Haqiqatan toza havoda, toza havoga. Ha, tog'larni rangini ko'rib, mana toshlarni ko'rib ham bir bahri dilingiz ochiladi-da. Yo'lchilarimiz hali yo'q, hali qor bosyapti. Ishlab bo'lmaydi, sovuq. Bizni hozir kuzatib boring, mana hozir Sharsharaga boramiz. Ha, tog'larni qaranglar. Ha, shundaylik. Solgan qudratni uyg'otsa shaharga. Mana shu ilinib turib, bir tushib ketsa, lekin to'g'ri yo'lga keladi. Osilib turibdi-da. Qorda qarang, qorda yo'llarga. Avilo portlatib tushirilyapti. Qarang, ancha tushirgan. Tomiri ham yo'q uni. Qaydan kelib tushgan shuncha balandlikdan? Qarang, qancha tepalik. Qarang, qancha balandlik, 300 metr bor. 300 metr bor-a? 300 metr bormi shu? Kina mana shu. Bor-a? 300 metrdan ko'p ham. Anaqa o'tolmadi. Qo'shmaydi. O'sha anoda mana shuna orqasi ham ana qilingan-ku. O'sha orqani ham oladi, o'sha tepani tushiramiz. Qarang, ey tepagacha chiqqan. Mana shungacha. Ha, o'shani olamiz deyman. Qarang, ey o'shagacha portlatib bo'lgan. O'sha tepani tushirsa kerak-da. Mana shuni Sharshara demaymi? Daryoni Sharsharasi mana shu. Qarang, o'sha pasililar kelib, anshidi Sharshara ekan. Mana shuni. Tezligi qarang burada. Tezligi ashti dahshat. Hozir yaqindan borib kuzatamiz shuni. Chiroyli manzaralarimizdan bittasi mana shu. Daryoni qarang, daryoni. Ayni qish paytida mashina chiroyli oqyapti daryo. Buni yozda kelsangiz toza ham chiroyli joylar bo'ladi. Mana shotilar uchun istalik bo'lsa kerak, ha. Mana shotilar. Qolli tog'lar mana shu yo'ldan qatnagan. Bular yo'q ketsa kerak hali bular. Borib bor. Qarang-da, qarang, shotin tuzilishini qarang. Yog'och bilan ko'tarib yo'l qilgan. Hozirroq buzilgan pastda yo'l bo'lgani uchun bular istalik bo'lib qoladi bular.